Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun umuman aktiv bo'la olmadim. Ko'rganingizda juda ham charchab qoldim. Alloh bizani qo'limizga ilm bergan ekan. Bu ilmni shukronasi, bu ilmdan foydalanganimiz. Ya'ni bugun menda osteopatiya kuni bo'ldi va shogirdlarimga dars berdim. Shogirdlarimga dars berish shunaqangi darajada mas'uliyatli qizni men uchun tasavvur ham qila olmaysizlar. Butun energetikam, butun narsam va har shogirdligimda juda yangi texnikalar qo'shiladi-yu. Oson emas. Ulardan tinimsiz keladigan savollari bor, javob berishim kerak, mavzuni bittalab o'tishim kerak. Shunaqa ko'p darsli borki, tasavvur ham qila olmaysizlar qizlar, tasavvur ham qila olmaysizlar. Juda katta darsli bor. Bugun menda ham osteopatiya bo'ldi, ham massaj kunim bo'ldi. Osteopatiyadan shunaqa zo'r natijalar qildim. Uni shaxsan o'zimni qabul kunim bo'ldi-da. Shunaqa bomba natijalar bo'ldi, ishoninglar, lekin buni qo'yib bo'lmaydi-da Instagramga. Ular ayol kishilar badanini ko'rsatib bo'lmaydi-da. Bo'ldi.